Assalomu alaykum azizlar. Hozir o'sha mashhur giyohimiz video qilib qo'yganmiz. Kanopcha degan giyohimizda. Mana shu narsa. Bu ko'zga solinadi. Kataraktada, ko'z pardalarida, zarenasi past holatlarida qo'yiladi. Hozir aka siz qayerdan edingiz? Boshqatdan qaytarib olasiz aka. Farg'ona shahar, Toshloq tumani, Barzan qishlog'idanman. Bu dorini qayerda ko'rgandingiz? Internetdami yo birortasi tavsiya Internetda chiqargan ekan, shunda ko'rganman. Shunda ko'rib bordim oldimga. Olib ishlatdim. Besharqqa borib olib keldingiz mashinangizda. Shunda olib keldim. Keyin 7 marta qo'yganimda o'zi bilindi. O'sha ko'z renam yaxshi ko'rishni boshladi. Mana hozir 13 marta, 14 marta qo'ydim. Doktor yozib bergan 2,5 razmerdagi ochkini ham chiqardim. Men bemalol hozir ko'zim bilan ko'ryapman. Shunda ishlatib, shundan Alloh shifo berdi. Alloh shifo qilsin. Qolganlarga ham o'sha imkon qadar kimda katarakta deydimi, boshqa deydimi, operatsiya qilmaslik kerakda. Birinchi o'rinda shu narsa tabiiy narsadan foydalanib, ana u operatsiya muammo narsa emas, borsangiz darrov qilib qo'yaveradi u narsa. Birinchi mana bundan foydalanishga hech bo'lmasa 2-3 kurs foydalanib, ana hech iloji bo'lmaganda oxirgi chora u narsa. Bo'lmasam albatta foydalanish kerak bundan. Mana hozir amakim tavsiyalari bilan amakimizlar ham birga kelishgan ekan. Hozir mana shu giyoh bo'yicha, mana shu kasallik bo'yicha ko'pchilikda muammo bor ekan. Hozir mana u kishilarga ham dori beryapmiz. Alloh taolo ularga ham shifo kamolot etsin. Mana shu dorilarimiz bu sabab bo'lib, Xudo xolasa yaxshi kechirsin. Rahmat aka. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Besharq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida. Qo'qon shahrida ham filialimiz bor, Navoiy massiv Oqtepa Lavashti orqasida. Natijalarimizni mana shu giyoh bo'yicha, asalari muolaja bo'yicha natijalarimiz qiziq bo'lsa, Umurbek tabib yozsangiz YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Bemalol kirib aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 90lik 567 35 57.